Azizlar, assalomu alaykum. E'tiboringizga Voya Free Plus avtomobilini taqdim etamiz. Barcha obunachilarimizga bundan yaxshi zo'r avtomobilni nasib qilsin. Like bosib qo'yasizlar. Avtomobilimiz gibrid. To'liq quvvat evaziga 1350 km-gacha masofa bosib o'tish imkoniyatiga ega. Avtomobilimiz oldingi versiyalardan asosiy farqlari mana shunaqa oldi qismlarda ham illyuminatsiya ko'rinishga ega yonib turadigan fani qismlarimiz hamda tomda lidar tizimi joriy qilingan. Hadapni displey ko'rishimiz mumkin. Qo'shimcha yon tomonda ham kameralar o'rnatib o'tilgan. Hamda 4 eshigimizda davotchik, ya'ni tortib olish xususiyatiga ega eshiklarimiz. Ko'rinmas zonalar monitoringi, kirib chiquvchi eshik ruchkasi. Interyer qismimiz mana shunaqa yoqimli bejeviy bilan kafener rang kombinatsiya qilingan. Rangi o'zgaruvchi fon podsvetkasi. Dizayner o'sha premium akustika qism hisoblanadi. O'rnoqlarimizda isitish, sovutish, massaj funksiyasi bor hamda haydovchi tarafda esdab qolish funksiyasiga ega. Tomda kattakon panorama tom. Isitish hamda sovutish tizimiga ega bo'ladigan bar qismimiz, ikkita podstakannik, telefon quvvat qilish uchun bitta port, qo'shimcha javonlar, asosiy monitor, haydovchi uchun priborlar paneli, multirul, lepstok ham o'rnatib qo'yilgan, ya'ni bu rekuperatsiya tizimi uchun. Ichki qismda yana qo'shimcha kamerasi ham mavjud. Ikkinchi qatorda ham joylar yetarlicha. Uzoq masofaga ketganda bemalol, ya'ni mana bu spinka qismlarini ham legirovka qilish imkoniyatiga egasiz, ya'ni sozlab qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Juda ham yoqimli. 4 zonali klimat kontrol. Bir-biriga ulangan stop chiroqlarimiz elektr privodda ochiladi. Avtomobilimizni xarid qilish uchun avtosalonimizga tashrif buyuring yoki quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Rahmat, e'tiboringiz uchun salomat bo'ling.